Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun biz sizlar bilan birgalikda tarvuz va qovundan muzqaymoq tayyorlaymiz. Qani boshladik. Avvalambor tarvuzni yarmini bo'lib, urug'larini terib olamiz. Kuygan yuragimni taftini olgin. Meni tutaverar seni xumoring. Ming kecha bo'lmasa. Menimcha urug'i juda ham kam. Mayda-mayda ekan. Gulga aylansin orzularim oppoq. Gulga aylansin mayliga shu oqshom. Yiliga aylansin ming kecha bo'lmasa. Bir kecha qolgin ertani ko'rish. Endi qovunimizni yarmisini bo'lib olamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qovunimizni bilan olamiz. Endi qaymoq bilan sugushoniy molokoni mikserlab krem holatga keltiramiz. Bugün chiqarilgan qaymoq sveji qaymoq. Labimdan ketmasin. Eng shirin damin ming kecha bo'lmasa. Sugushoniy moloko. Bir kecha qolgin iltijo qilaman. Chiqmagan kuniga oximdan osmonlar. Makka jo'xori, kraxmali. Osh qoshiq bilan yedim. Qisamiz tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lgan massamizni tarvuz ichiga qo'yamiz. Yaxshilab aralashtirsak ko'pligi yo'qoladi. Endi qolgan massamizni qovunning ichiga quyamiz. Mikser yoki blender yordamida qilsak sochirib yoki sachrab ketishi mumkin. Xastalik bilan inchiqni aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan holat. Muzlab qotsa bo'ldi. Menimcha qovundek zo'r chiqsa kerak. Qovunimiz o'zi juda shirin ekan. Qaymog'imiz bilan yana ham shirinlashib ketadi. Qovunli massamiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni ham xolodilnikning muzxonasiga 5 soatga qo'yamiz. 5 soatdan keyin olib yana bir aralashtirib qo'yaman. Lekin buni aralashtirganimni sizlarga ko'rsata olmayman. Yarim kechasi bo'ladi, bir uxlab turib aralashtiraman. Ertaga tayyor bo'lganini ko'rsataman. Qani ketdik. Yellar devori entikadi. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Uy sharoitida tayyorlagan muzqaymog'imiz tayyor bo'ldi. Hozir kechada havo rosa issiqligi uchun ishonsangiz 48 soatda muzladi muzqaymog'imiz. Endi buni idishlarimizga chiroyli qilib solamiz. Qani boshladik. Birinchi tarvuzimizni solamiz. Qani
Bismillahirrahmanirrahim. Sevgim mening kechikkan sevgim. Nima g'amdir, nimadir quvonch. Nahot taqdir topolmas iloj. Bahor o'tib kelgan qaldirg'och. Sevgim mening kechikkan sevgim mening. Sevgim mening kechikkan sevgim. Nima g'amdir, nimadir quvonch. Nahot taqdir topolmas iloj. Bahor o'tib kelgan qaldirg'och. Sevgim mening kechikkan sevgim mening. Sevgim mening kechikkan sevgim. Mana idishlarimizga suzib oldik muzqaymoqlarni. Endi shokoladlar bilan bezaymiz. Uy sharoitida tayyorlagan muzqaymog'imiz zo'r chiqibdi. Mazasiga gap yo'q. O'zi ham 48 soatda tayyor bo'ldi. Kelinglar muzqaymoq xo'rlikka.